Allah subhanahu wa ta'alaga beadad maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mana shu ehsonga, to'yga tashrif buyurgan, chaqiriqqa javob berib kelgan jamoat, hammanglar qadaminglarga Alloh taolo savob hasanatlar yozsin. Ehsonlarni Alloh taolo qabul qilsin. Mana uzoq muddat safarda yurishib, shu o'zimizni yurtimizga borsak, vatanga borsak, chiroyli dasturxon solib, elni chaqirib, to'y ehson qilamiz deb niyat qilishgan ekan. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Hozir jamoatga bir-ikki og'iz mana shu Alloh taoloning kalomidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnatdan bir eslatishga harakat qilamiz. Chunki bu hamma narsaning o'zining haqqi bo'ladiganda, to'g'ri keladi, ovqat qilaylik deb, mehmonlar keladi, do'stlar yanida turaylik deb shuni singari imom domlalarni chaqirganning sababi shu yerda bir Qur'on o'qilib, duo qilinib, eldan, yurtdan shu ikkala yoshlarga bir duo olinsin degan maqsadda chaqiribdi. Shunga bir jamoatimiz ozgina bir ko'ngil bo'lib tursa, uni ovqatlarni olib turarasizlar. Musa alayhissalom hadisda keladiki, qoma Musa qatiban fi bani Isroil. Musa alayhissalom Bani Isroilda xutba qildi bir kuni. Men hozir xutba qilyapman. Ya'ni masala degan gap. Imom deydi, imom xatib deb qo'yadi bizda. Imom xatib degani o'sha imom va xatib degani xutba qiluvchi, masalan, juma masjid imomini xatib deydi. Masalan, juma namozida xutba bor, hayit namozida xutba bor, quyosh tutilgandagi kusuf boyagi namoz shunda xutba bor yoki xutbatul hoja deydi, shu xutbalar bo'ladi. Peshinda xutba yo'q, asrda xutba yo'q, shomda yo'q, lekin mana jumada bor. Shuni xatib deydi. Payg'ambarlarning vazifalari ham xatib bo'lgan. Shuayb alayhissalomni xatibul anbiyo deydi. Payg'ambarlarning xatibi deb qo'yadi. Hadisda kelyaptiki, qoma Musa alayhissalom xatiban fi bani Isroil. Kunlarning birida Musa alayhissalom Bani Isroilga xutba qildi. Juda chiroyli xutba qilib qo'yibdi, yaxshi masala qilib qo'yibdi. Ba'zi paytda domlalarda ham tanlab qolamiz. U Musa alayhissalom endi payg'ambar Kalimulloh, Tavrot tushgan, Alloh taolaning bir erkatoy payg'ambari bo'lgan. Shuning uchun aytganda, "Arini anzur ilayk" degan, "Yo Alloh, seni bir ko'ray" deb o'rganda Musa alayhissalom. Shu erkatoyligi va kuchi ham juda ko'p bo'lgan. Va Kalimulloh bo'lgan ekan. So'zga ham shu zamon usta bo'lgan. Xutba qilganlardan keyin bir kishi aytdiki, "Hal a'lamu minka ahad" dedi. Sizdan ham ko'ra ilmliroq odam bormi? Sizdan ham ko'ra shu chiroyli ko'p narsani biladigan odam bormi deganda Musa alayhissalom yo'q deb javob berib o'rgan ekan. Yo, mendan ilmli yo'q deb o'rgan ekan. Alloh subhanahu va taolo mana shu joyning o'zida Musa alayhissalomga xitob qildi. Xitob degani bu xitobi yoki aytob deydi. Shu so'z bekar bo'ldi degan ma'noda. Ey Musa dedi, sendan ko'ra ilmliroq odam bor dedi. Men adashdim degan ma'noda aytdi Musa alayhissalom. Lekin Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qildiki, sendan ko'ra ilmliroq odam bor dedi. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, bitta odamni boyligi ko'payib ketsa, shu odamdan ko'ra boyroq odam bor bu hayotda. Shuni esdan chiqarmash kerak. Bitta odamning kuchi ko'payib ketgan bo'lsa, shu odamdan ko'ra kuchliroq odam bo'ladi hayotda har doim. Shuni esdan chiqarmash kerak. Bir odamning ilmi ko'payib ketgan bo'lsa, u odamdan ko'ra ilmliroq odam bo'ladi hayotda. Uni esdan chiqarmash kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Fawqa kulli zi ilmin alim." Har bir ilmlining ustida undan ilmligi bor deyapti. Shuning uchun haligi Allohu a'lam degan bir narsa so'rasa, Allohu a'lam deb olimlarimiz ko'p ishlatishadi-yu. Buni ma'nosi nima desa, Alloh bilguvchiroq, hamma ilm qaytib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qaytadi. Shu ilmlarning hammasini tarqagan joyi bu ummatdagi payg'ambarimizdan tarqagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Jabroil olib tushgan. Jabroil alayhissalomga esa Alloh taolo o'rgatgan. Alim,
Allam, har bir narsani ustidan biluvchi, eng bilguvchi bo'lgan zot kim desa Alloh taolo. Ana Musa alayhissalom nima qildi? Men bilaman deb qo'ydi. Musa alayhissalom nima dedi? Eng biluvchi menman dedi. Shuni haligi nimada ham bo'ladi, domlalar ichida ham bo'ladi-yu. Eng qorisi menman deydi. Arabcha biladigan menman deydi. Falon biladigan menman deb shayton olib kelaveradi odamga, lekin shuni tiliga chiqarib yormash kerak ekanda. Musa alayhissalom menman dedi. Alloh taolo Musoga aytdiki, sen bilmaydigan ilmlarni ham biladigan bir odam bor. Bandam bor. Bini ibadina deydi. Bandalarning ichida bir banda borki, shu banda sen bilmaganlarni biladi. Qayerda dedi? Ey Robbim dedi, shuni men qayerdaligini bilay dedi. Musa alayhissalomga bir baliqni olasan dedi. Shu nima aytilayotganda, tafsir aytilayotganda har xil aytib ketaveradi. Pishirilgan baliq, o'lib qolgan baliq, muhim joni yo'q baliq bo'lgan. Miktal deydi, faqirga sopdi shu baliqni solib, Yusha ibn Nun degan bir Fatahu deb keladi. Men Kahf surasi haqida hozir aytib ketaman. Shu voqeaning hammasi Kahf surasida. Ertaga juma kuni o'qiladi Kahf surasi bilasizlar. Bu Kahf surasi ham juda qiziqda. Fitnatul mol dunyo fitnasi haqida kelgan Kahf surasi. Meni ikkita bog'im bor degan boyvachcha haqida. Fitnatul ilmni fitnasi haqida kelgan bu Musa alayhissalom bilan Xizrning voqeasi. Va fitnatun nas deydi, odamlarning fitnasi haqida keldi. Bu Kahf surasining o'zi iymonga kelib dinda bo'lishgandan keyin hali yosh yigitlarni odam nima o'sha zamonda podshosi orqasidan quvlab qoladi. Shu Kahf surasida juda ko'p qissalar kelgan. Shu yerda hozir fitnatul ilm haqida aytyapmiz biz. Yosh yigitni Yusha ibn Nunni olib Mektaldagi faqirga o'lik baliqni solib ikkalasi yo'lda ketdi. Alloh taolo aytdiki, qachonki baliq tirilib joniga kirsa, shu joyda shu ilmli odam topiladi dedi. Ikkalasi yo'lda safar qilib ketaverdi to'xtamasdan. Va qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hada nasaba. Kahf surasiga kelgan shu oyatlar. Bir joyga borgandan keyin charchab qolishdi. Haligi bir qissa bor-u. Odam nima Musa alayhissalom so'radi Alloh taolodan, "Ya Alloh, bu sen charchab qolmaysanmi?" Bu Bani Isroilga kelgan qissa. "Sen charchab qolmaysanmi?" deganda, "Ey Musa, sen ikkita qo'lingda ko'zada suvni olib turib tur. Uxlamasdan shuni ko'tarib tur" dedi. Musa alayhissalom ko'tarib turdi, charchab, uxlab qo'ldan chiqib ko'zi sinib ketdi. O'zi uxlab qoldi. Uyg'onib qarasa ko'zi sinib ketgan, o'zi uxlab yotibdi. "Ya Alloh, men uxlab qolibman" dedi. "Ey Musa" dedi. "Men uxlasam butun dunyo yo'q bo'lib ketadi" dedi. Shuning uchun har kuni biz oyatul kursini o'qiymiz-ku. Oyatul kursida Alloh taolo la ta'khuduhu sinatun va la nawm degan kalima aytgan. Oyat ichidagi so'z. Ma'nosi nima desa, Alloh taoloning mudroq bosmaydi, umuman uxlamaydi. Innalloha la yanam va la yanbaghi lahu an yanam deydi hadisda. Alloh taolo uxlamaydi, Allohning uxlashligi o'zi mumkin emas. Lekin inson charchab qoladi ekan. Musa alayhissalom safarda ketayotib, charchadik dedi. Laqad laqina min safarina hada nasaba. Biz safarimizdan charchadik dedi. Qaysi odam safariga chiqsa ham charchaydi ekan. Bir Isko'lga borib dam olib kelaylik deymiz. 3 oydan beri ishlagan bu janobi oliylar Isko'lda dam olib kelib, uyga kelib birinchi qiladigan ish uxlash bo'ladi yana. Ha desa Isko'ldan kelguncha baribir charchab qoldi. Turkiyaga borib dam olib kelaylik deydi. 6 soat samolyotda bir sheyga kelib qo'ngandan keyin uyqusirab uyga keladi, men ozgina dam olib olay deydi. Qayerdan kelyapti degan odam yo'q. Ha desa inson shunaqa ekanda, bu dunyoda shu charchaveradigan inson charchab qolaveradigan. Musa alayhissalom ham charchab qoldi. Bir katta toshli yonida uxladi, dam olib uxlab qoldi-da, uxlagandan keyin Yusha ibn Nun ham dam olib, keyin ko'zini ochib qarasa, haligi baliqqa jon kirib, Majma'al Bahrayn deydi. Ikkita dengiz ko'rishgan joy. Olimlarimiz tafsirda so'zi ko'p ekan, lekin uchtasi ko'proq aytilgan ekan. Shu Majma'al Bahrayn Misrda Qizil dengiz, O'rta Yer dengizi ko'rishgan joy debdi. Qizil dengiz ikki tarafdan ko'rishgan joy, va Sharm Sheyx tarafda shu ikki tarafdan ko'rishgan joy bor. Majma'al Bahrayn degan ikki dengiz ko'rinishi degan. O'sha joyda baliq joni kirib dengizga tushib ketadi. Fattaqada sabilahu fil bahri. Dengizdan yo'l tutdi deyapti Alloh taolo. Lekin Alloh taolo unga belgi qo'yib qo'ygan ekan, chunki Musa alayhisalom uxlayapti. Haligi baliq suzgan joydagi tushgan izi shishani singari qatib qolgan. Sanoba degan shu qatib qolaverdi degan nimaga desa, keyinchalik topib olishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo hikmatda
Musa alayhissalom uyg'ondi. Yusha ibn Nun balig'ni tirilganligini aytish esidan chiqib qoldi. Ikkalalari yana yo'lda davom etib ketishardi. Bir joyga borgandan keyin laqad laqina min safarina hada nasaba, safarimiz ozgina qiyinchilik ko'rdik. Atina g'ada'ana, bizni ovqatimizni olib keling deganda, ovqatlanaylik deganda esiga tushib ketdi. Payg'ambar dedi, baliq tirilib suvga tushib ketdi dedi. Dedi, nimaga shuni aytmading? O'zi shu uchun chiqdik-ku biz safarga dedi. Fartadda ala atharihima qasasa deyapti Alloh taolo Kahf surasida. Izma-iz orqasiga qaytib kelishdi deyapti. Izidan qarab, ha shu yerdan yurgan ekanmiz, shu joydan yurgan ekanmiz, shu joydan yurgan ekanmiz deb qaytib kelishdi haligi baliq tushib ketgan joyini topishligi uchun. Nimaga desa, Alloh subhanahu va taolo sendan ko'ra ilmli bo'lgan odam baliq tirilgan suvga tushgan joyda seni kutib turadi, o'sha joydan topasan degan oyatga ko'ra. Qaytib izma-iz qaytib kelishganda hali uxlab qolgan joydagi tosh yoniga keldi. Tosh uxlagan joylari bular ketayotganda cho'l biyobonga o'xshardi. Hech narsa o'smadi. Qaytib kelsa bizning tilda Hizr deymiz. Arablar Xodir deydi. Yashil degan ma'nosi bor o'zi bir ma'nosi. Yam yashil bo'lib hamma narsa o'sib ketgan ekan. Bir ustiga katta chaponni kiyib turgan bir kishini ko'radi. Sizmisiz dedi o'sha ilmli odam? Ha, menman dedi. Sen dedi, Bani Isroilga yuborilgan Musa senmisan dedi. Ha, menman dedi. Senga dedi Alloh taolo ba'zi bir ilmlarni bergan dedi. Menga Alloh subhanahu va taolo shu ilmlarni bermagan dedi. Menga Alloh taolo ba'zi bir ilmlarni bergan, Alloh taolo uni senga bermagan dedi. Odamlarda ham qaranglarda, odamlarning ichida ham har xil ilmli odamlar bor. Birov tibbiyotni, meditsinani zo'r yaxshi biladi. Boshqa odam bunga aqli yetmaydi. Yana birov qurilishni yaxshi biladi. Yana birov boshqa ilmlarni yaxshi biladi. Hamma narsani kim biladi desa, hamma narsani hamma biladi. Bitta odam hamma narsani bilishi mumkin emas. Shuning uchun Musa alayhisalomga boyagi Xizr aytdiki, Xizr payg'ambar, Xizr solih inson, endi bu kitobda ixtilof masala. Xizr aytdiki, shunday ilm bor dedi. Menga Alloh taolo bir narsalarni o'rgatdi, uni sen bilmaysan dedi. Senga Alloh taolo bir narsalarni o'rgatdi, uni men bilmayman dedi. Shariat ilmida ham biz odamlarimiz hammani domla deb qaraydi. Lekin shariat ilmida ham odamlar bo'linadi. Fiqh ilmini biladigan odamlar, domlalar, imomlar boshqa bo'ladi. Namoz, roza, zakot, haj, yeyishlik, ichishlik, kiyishlik, minishlik, qo'shnichilik shularni fiqh ilmi deydi. Tafsir ilmini biladigan olimlarni mufassir deydi. Tarix ilmini biladigan odamlarni siyratchi deydi. Bu usuli fiqh, usuli tafsir degan usulchi olimlar bo'ladi. Muhaddislar bo'ladi. Bularni mana biz yurtlardan ko'p chiqqan Buxoriy, Muslim shularga o'xshagan, Alloh rahmatga olsin bularning hammasini. Bularni muhaddis deydi. Shu ilmlarning eng qiyinlaridan biri shu hadis ilmi. Nimaga desa, har bir mana shu hadisni rivoyat qilgan inson nima qilar ekan? O'rganib chiqadi. Imom Ahmadning musnadida kelganda 30 tomlik odamlarda hayoti degan narsani o'rganib chiqadi. Misol qanday desa, bir odam hadis rivoyat qilgan bo'lsa, shuni otasi kim, shuni bolasi kim, shuni ustozi kim, bu yolg'onchi bo'lganmi, haromlarga aralashganmi, desin o'rganib chiqib, keyinchalik hadis olishni boshlar ekan. Shuning uchun Xizr aytdiki, senga o'rgatilgan ilmni men bilmasligim mumkin, menga o'rgatilgan ilmni ham sen bilmasliging mumkin dedi. Biz ham e'tiqodimiz shunday bo'lishi kerak ekan. Biz bir narsalarni bilamiz, lekin hamma narsani bilmaymiz. U ham bir narsalarni biladi-yu, lekin u ham hamma narsani bilmaydi. Hamma narsani kim biladi desa, alim bo'lgan zot, har bir narsadan xabardor bo'lgan zot bu Alloh subhanahu va taoloning o'zi biladi. Ammo suraning davomi esa 3 mashhur qissa bor. Yigitni ikkita yosh yigitchalarni devori qiyshayib qolganda uni to'g'rilab qo'yganligi, kemani teshib qo'yganligi haqida shu Kahf surasining davomida keladi. Buni inshaalloh jamoatimizga bir fursat bo'lsa aytib beramiz. Lekin hozirga aytmoqchi bo'lgan masalam shuki, hurmatli jamoat, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fawqa kulli zi ilmin alim, har bir ilmlining ustida ilmli bor deyapti. Biz narigi odamlarga yoki bir olimlarga yo o'zimiz ilm olib qoladigan bo'lsak, boshqalarga qarayotganda mendan ko'ra buni ilmi kuchliroq, dini kuchliroq deb qarasak to'g'ri bo'lar ekan. Musa alayhisalomga Xizr shart qo'ydi. Menga ergashsang dedi, ilmlarda ba'zilarini ergashsang, savol bermasdan ergashib ketgin dedi. Savol bermagin menga dedi. Ba'zi paytda shu birinchi qissasini ham ozginasini mayli eslatib qo'yaylik. Ikkalasi
Musoni taniydigan hamma, Bani Isroil Musosi keldi, ikkalasi kemaga chiqadi. Birinchi qissasida kemaga chiqib ketayotganda Xizr kemani teshib qo'yadi. Musa alayhissalomga aytuvdi, Xizr indamasdan ketgin deganida, lekin bizni savol berib olishimiz sababi tabiatan berib qo'ydi-da. To'g'ri bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa, ilmli bo'lsa, nimaga kemani teshadi degan narsa Musa alayhissalom qabul qilmay qoldi. Nima sababdan o'sha qissani oxirida keladi? Nimaga sen dedi, butun turgan kemani teshib qo'yding dedi. Dedi, o'sha qissani oxirida keladiki, bu podshoh chatoq chiqib qoldi dedi. Hammani boyligini tortib olyapti dedi. Kuch ko'payib ketdi dedi. Hammani puli bo'lsa dedi, shuni olib qo'yapti dedi. Kemasi borlarga bosqin, ya'xuzu safinatan g'asba degani kemasini bosqinchilik qilib olib qo'yapti dedi. Ammo aybi bor kemalar bo'lsa, biroq deymi bizning tilda, biroq kema bo'ladigan bo'lsa, shunga tegmayapti. Men buni kemasini teshib qo'yganim sababi cho'kib ketsin, bu qiynalib qolsin, ishdan chiqsin degan maqsadda emas. Kemasini teshikligini podshohning ayg'oqchilari ko'rib, buni kemasini tek qo'yib qo'ydilar. O'zi biroq kemasi bor ekan, qolganlarni olinglar degan maqsadda kemasini teshib qo'ydim. Shuni ilmini menga Alloh taolo beruvdi dedi. Ba'zi paytda biz to'g'ri o'ylagan narsamiz ichida ilmi bo'lar ekanda. Dedi Musa alayhissalom, endi tushundim dedi. Alloh taolo hammalarimizga o'z tavfiq bersin, hidoyat bersin. Biz jamoatimizga aytardiki, hurmatli jamoat, so'z nihoyasida. Ya'ni shu mana telefon nima qilyapmiz, hammamiz doim telefonlardan bir narsalar o'qiymiz, eshitamiz, kuzatamiz, ko'p foydasi yo'q narsaga ishlatamiz-da. Lekin telefonda ichida ko'p ilmlar bor agar foydalansanglar. Ilm juda ajoyib narsa. Bir narsani ilmini o'rganib olsangiz, bu ajoyib narsa. Ichini bilganingizdan keyin Alloh taologa odamni yaqin qiladigan ilm bo'ladi. Payg'ambarning sunnatiga yaqin qiladigan shu ilm bo'ladi. Ilmni o'qisanglar, bu tarixda muhaddislar qiynalib yurgan narsani hozir osonlik bilan o'qib olasizlar. Shu telefoningiz ichida turibdi, oyatlar, hadislar, boshqa nimalarni o'qisa bo'ladigan saytlar chiqarilgan, chiroyli saytlar. Shularga kirib ilm o'qisangiz, dunyo qarashi, dindagi ibodati ko'p narsasi xudo xolasa o'zgaradi. Alloh taolo hammalarimizga o'z to'g'ri yo'l bersin, tavfiq hidoyat bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun, va salamun alal mursalin, walhamdulillahi robbil alamin. Wahdina ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Bu solingan dasturxon qilingan ehsonlarni Alloh taolo qabul qilsin. Dasturxon solib bizni mehmon qilgan sohibi xonadon uyda egasini Alloh jannatda mehmon qilsin. Suv berib, choy berib bizlarni shu sug'organ insonlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'ldan havz kavsar ishini Alloh taolo nasib qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.